Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Mana bugun Andijon viloyati Buloqbosh tumanidagi Eshiron bozoridamiz. Turli xil fasondagi eshiklarimiz bugun reklamaga chiqqan. Jinsiy svetda lola fasonidagi eshigimiz 2 qanotli ko'rishinglar mumkin. Qalin materialda bo'lgan 08 qalinligi. Kesaklari ham 4 ga 10. Qalin kesak sasna yog'ochdan bo'lgan 1 qanotli eshigimiz. Romlarimiz mana. Bu yoqda mana mokriy svetda rasm bu yil moda bo'lgan svetimiz Haytey fasonda ko'rishinglar mumkin. Bu yoqda mana korishnovoy svetda Haytey fasondagi eshigimiz. Yog'ochdan haqiqiy sasna yog'ochdan qilingan eshiklarimiz. Ko'rib baho berishinglar mumkin. Bu yog'ochimizni kvadrat metri 1.200.000 so'mdan. Ranglari bilan oyna, osha zamoy hamma yo'q ichida bo'ladi. Bu eshiklarimiz 700.000 so'mdan kvadrati. Shundoq polniy oxirigacha kvadrat metri 700.000 so'mdan. Nech pulga chiqadi bitta eshigimiz deydigan akalarimizga mana shu 2 qanotli eshigimiz 2.200.000 atrofida chiqadi. Romlarimiz 1.300.000 1.400.000 so'mdan shunday chiqaveradi. Bu yoqda 1 qanotli eshiklarimiz yopiq holatdagisi 1.500.000 so'mdan chiqadi. Bunisi 2 million so'mga chiqadi. Yopiq holatdagi. Yo'q, menga oynali kerak deydigan bo'lsanglar, mana bu yoqda oynaliklari. Shu 1 qanotli eshigimiz 1.700.000 so'mga tayyor holatda uylarga borib ustanovka qilishlari bilan birga bo'ladi. Kimga shu kabi eshik va romlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga murojaat qilishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Qo'shni manzil so'raganlarga mana shunday Buloqbosh sentrida, Temir bozorda ro'parasida yokida Fayzen supermarket magazinidan ozgina o'tganinglarda shunday kelsanglar, har yakshanba kunda shu kabi eshiklarimiz chiqib turadi. Ko'rib razmeringizni to'g'ri kelib qolsa shu yerdan sotib olib ketishingiz mumkin yokida zakazga tayyorlab beramiz.